birinchi marotaba Enfieldga bordi va sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Chunki juda og'ir, o'zimman Abduqodirga besh ketish kerak, qoyil qolish kerak. Endi keldi, shunda bo'shagan paytida olyapti, jang qilyapti va og'ir stadionlarga borib turib ham ularning sinovidan muvaffaqiyatli o'tyapti. O'zini yo'qotmayapti. Newcastle ga bordi, do'stlar. Newcastle Enfielddan ham battarroq. O'sha joyda turib berdi, kubok o'yinida 2-0 hisobida City yutib qaytdi. Va mana bu Enfieldda ham o'sha jarohat olguniga qadar fenomenal o'yin ko'rsatayotgan. Menga Abduqodirni paslari yoqdi, do'stlar. Pas bo'yicha ishlayotganligi odamga yoqyapti. Borgan sari har bir uchrashuvda qanaqadir skill qo'shilib borayotgandek tuyulyapti Husanovda. Shuning uchun bu o'yinda Abduqodir bor ishini qildi. Hattoki keyin tushmoqchi ham bo'ldi. Jang qilishga tayyor ekanligini ham Guardiolaga tushuntirdi. Va oxirida Abduqodir Husanovni hamma quchoqlab, boshqa qilib ketganini ko'rdingiz, yaxshi ko'rishadi. Abduqodir Husanovni yaxshi ko'rishadi. To'g'ri, ingliz sharhlovchilari, inglizdan haligi boshqa millatlarni o'zlaricha past ko'radigan qo'shtirnochidagi mutaxassislari bor. O'shalar Instagramda ko'rdim. Angliyadan xabar beradigan, Yevropadan xabar beradigan bir yaxshi bloger do'stimiz shu informatsiyani beribdi. Juda ko'p Angliya sharhlovchilarining sharhini ko'rar ekan va aytishiga qaraganda Abduqodir Husanovni har harakatida qanaqadir kamsitmoqchi bo'lishadimi yoki o'sha birinchi Chelsea bilan bo'lgan o'yinini eslayverishadimi? O'sha o'yin bilan xotirlab, o'sha o'yinda titragan, o'sha o'yinni boy bergan bir narsalar deb turib boshqalar haqida u gap yo'q, undan battar ishlarni qilib tashlaganlar bor. Mayli. Lekin Abduqodir ularga